U yozib qo'yganday o'qisanglar, poramer deb yozib qo'ygan. Betonning vozifini o'lchaydigan asbob. Poramer betonna deb qo'ygan. Mana shunga betonning havosini o'lchaydi, beton ichiga solinadi, bu yoqdan GOST bo'yicha bunisini bilsangizlar kerak. Sayzdorni maksimalni, gruntni maksimalni zichligini pastdagi водяной баня, u konus Abramsa deydi. Betonga ishlatiladi. Ham suvda o'lchaydi, ham havoda o'lchaydi. Bu piknometr, bu mana bunaqa kerinlar olinganini, suv shimuvchanligini aniqlaydigan apparat. Bu orqalaridagi quritish shkafi, narigisi kuydirish shkafi. Mufilni pech. Bunisi marshal, zdvigni ko'radigan apparat. Bizning markaziy sinov laboratoriyamizda talabalar nazariy va amaliy bilimlarni bir vaqtning o'zida o'zlashtiryapti. Biz bu yerda ularga faqat darsda olgan bilimlarni emas, laboratoriya jarayonida qilinadigan ishlarni ham o'rgatib boryapmiz. Laboratoriyamizda barcha sharoitlar mavjud. Talabalar universitetda olgan nazariy bilimlarni shu yerda amaliyotda ham takrorlab o'rganishyapti. Mana shu laboratoriyada ishlab o'zini ko'rsatgan talabalar, shu ish jarayonini yaxshi o'rgangan talabalarni ishga taklif qilib, ishga ham olib qolyapmiz. Kelajakda biza amaliyotda yaxshi o'rgangan talabalarni ish bilan ta'minlayapmiz. Bizning asosiy maqsadimiz ularga faqat kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetish uchun xizmat qilish va o'zimizdan yaxshi shogirdlar chiqarish. 12801 asfalt GOSTimiz bor. 6-bo'limida mana izgotovit obrazsi degan unaqa shu bo'limiga mana razmerlarni berib qo'ygan, diametrlarigacha bunaqasi bor. Gram, necha gramdan necha gram oralig'ida bo'lishi. O'sha chiqmay qolsa, misol formulasini berib qo'ygan. Transport universitetida tahsil olamiz. Biz bu laboratoriyada amaliy nazariy bilimlarimizni yanada mustahkamladik. Bu laboratoriyaga olgan bilimlarimiz bizga katta tajriba bo'ldi. Kelgusida bu sohada ishlash niyatimiz katta. Mana bunday kesib olib kelingan obyektdan olib kelinadi. Bundan asfaltni zernovoyni ko'rish uchun kesib olib kelinadi. Ustozlarimiz bizga barcha jarayonlarni ko'rsatib, yaqindan yordam beryapti va bu bizlarga yaxshi muhandis bo'lishga juda katta yordam qilyapti. Mana hozir asfalt isitish jarayonida. Men Toshkent davlat transport universiteti avtomobil yo'llar muhandisligi fakultetida o'qiyman. Men bu yerga amaliyot o'tash mobaynida yangi tajribalar va nazariy bilimlarimni yanada mustahkamladim va bu laboratoriya sohasi menga yoqqanligi sababli shu yerga ishga kirishni xohladim va hozirda mutaxassis lavozimida ish olib bormoqdaman.